Qizlar, nima uchun shunchalik o'zinglarni yomon ko'rasizlar? Va buni men mana shu videoning tagiga kelgan kommentariyalardan bildim. Va yoqda o'qishingiz mumkin. Конечно, siz faqat lyuksovый kosmetika olasiz. Конечно, sizda plyus ko'p, o'shaning uchun siz yuzingizga uhud qilasiz. Biz pul yo'qlar nima qilishimiz kerak va hokazo. Bugungi kungacha olgan eng qimmat kosmetikalarımni narxi bu 200 ming bo'lgan. Va har doim sizlarga byudjetli kosmetikani haqida gapirib kelaman. Aytgancha yuzim makiyajga tayyorlash uchun, undan keyin kuni bo'yi xullas yuzni namlash uchun Accessify'da mana shu tonerni ishlataman. Bu singishi juda ham oson, yaltiratib glow effekt qilib beradi va yaxshigina namlab beradi. Lekin bitta narsani tushunib yetdim, byudjetli Proverina 60 ml tonal asosini olishni o'rniga ko'p qizlar undan ko'ra 15 ml Dior'ning Lux Copia tonal asosini olishar ekan. Keyin menga 100 talab qizlar yozadi, meni yuzim yomon bo'lib ketdi, husn buzarlar chiqib ketdi. Qaniydi o'sha Lux Copia'ni tayyorlanishini ko'rganinglarda, menimcha даже originalidan ham ko'nglingiz qolib ketardi. Bo'yanishni biladigan qiz, o'ziga qaraydigan qiz, chiroyli bo'lib yuradigan qiz har doim Luxni haqida emas. Chunki uni o'rnini bemalol Proverina yaxshigina byudjetli kosmetika yopa oladi va buni haqida men sizlarga millionlab videolarimda gapirib kelaman. O'zingizlarga qanaqadir 15 ml podelkani olib yuzinglarni dabdala qilib, kosmetologga keyin milliardlab pul ishlatishga tayyor bo'lsanglar, bemalol o'sha Lux Copia'ni ishlatsanglar bo'ladi. Agarda siz o'zingizga o'zingiz uf menga bo'laveradi, hech qisi yo'q deb yuradigan bo'lsangiz, atrofingizdagi odamlardan nimani kutmoqchisiz? O'zingizni shunaqa kamsitib, hammada zo'r, menda esa unaqa emas, vo deb yuradigan bo'lsangiz, yoningizga ham sizga hech qachon sizni yaxshi ko'radigan va sizni hurmat qiladigan inson kelmaydi. Shu esingizda bo'lsin. O'ziga qarab yurgan va o'zini sevgan qiz har doim ham millionlab Chanel, Dior haqida emas. Bu esa o'ziga yaxshisini ravo ko'rgani haqida. Zato 190 ming olgan mahsulotingiz sizga 1,5 oyga yetadi. Zato siz точно bilasiz, что siz yuzingizga hech qachon hech narsa bo'lmaydi va yuzingiz normal holatda bo'lib yuradi. O'shaning uchun ham o'zingizni sevish, sevmaslik, kamsitish, kamsitmaslik hammasi sizning qo'lingizda.